Taqiqlangan meva yeyilgach, Odam-ato va Momo Havoning ustidagi jannat liboslari g'oyib bo'ldi. Ular dahshatli uyat ichida qoldilar. Ular yopishish uchun daraxtlardan barg so'rashdi. Ammo Yaratganning g'azabidan qo'rqqan barcha daraxtlar ulardan yuz o'girdi. Faqatgina saxovatli anjir daraxti insonga achindi va Yaratgandan qo'rqsa-da, o'z shoxlarini pastga egib, barglarini ulashdi. İnsanlar jannatdan yerga tushirildi. Ammo qiyin lahzada yordam bergan anjir daraxti jazolanmadi. Aksincha, buyuk mukofotlarga loyiq ko'rildi. Unga dunyodagi eng shirin, danaksiz meva berildi va jannat sirini asragani uchun uning go'zal gullari mevasining ichiga yashirildi. Eng buyuk mukofot o'laroq Alloh taolo muqaddas kitobda aynan mana shu daraxt nomi bilan qasamyod qildi.